Azobiyachilar, bugun sizlar bilan FIFA Mobile o'ynaymiz. Qanaqa o'ynashimizni ko'rib olasizlar. Bu meni komandam emas, hozir men o'zimni shaxsiy komandamni ko'rsataman. Ozgina yuradi. Hop, yurdi. Menda endi bizni hujumimiz, qani ketdi, hujumga o'tamiz. Pas. Yaxshi, ajoyib, birga bir vaziyat. Bizda gol. Birinchi golimizni urib oldik. Azobiyachilar. O'ynash o'ynaveramiz. Kuchli bo'lsa yutqazaman, tan olamiz, yutqazaman, yutaman. Farqi yo'q. Oddiy o'ynaymiz. Oddiy o'ynaymiz. Va FIFAdagi shartlar bo'lsa, shart aksiyalardan bo'ladi FIFAda. Qanaqa shartlar bo'lsa, yozsanglar men shunga qarab javob qaytaraman FIFAda. Sizlar bilan ikkinchi golimizni ham ura olmadik, afsuski. Yaxshi, mana o'tirishni ko'ramiz. O'tolmadi qolganiga biz hujumdamiz. Oldi o'tish yaxshi, oldi o'tdi. Ajoyib. To'xtash bu yerdan orqaga ressiya qaytamiz. 4 futbolchini orqaga qaytara olamiz va bizda ajoyib gol ko'ramiz. Mana bitta gol ham bo'lardi. Bizda уже bitta gol oldik. Endi ular taqarib yuryapti, biz endi orqaga qaytaramiz. Hamma futbolchilarimizni oldinga orqaga qo'yamiz. Gol qildik hammasini va bizda aylantirgan zarba va gol. Selamlar ajoyib. İkinci bölüm başlandı. İkinciden başlandı. Az 2 günler kötü boladı, normal şut. Az bizden yetamadık. Ya da offside. Kardeşler yine bilmiyorum olanı. Niye pas veriyoruz? Niye pas veriyoruz? Bu bizden acayip bir bana takdim etadi. Biz bunu orqasına yetişimiz kerak edi, yetolmadik afsuski. Acayip. Darvozabon albatta hozir xato ko'rdik darvozabonda. Va bizga pas va offside. Endi o'zimizni yurishimizdan qolamiz. Biz men yurishimizdan qolamiz. Yaxshi, bunga tabriklayman. Bitta hujumga yeta olmay qoldik. Bo'ldi, yutdik. Darvozabonga rahmat. İki bölüm yaxshi, ajoyib o'yinni sizlar bilan ko'rdik. Va qancha yutdi. Bu qancha edi? Hozir Ferran Garcia nomasi. Duega pul etmayapti, mana Duega. Duega qimmat ekan, 9 ming Garcia 6 ming. Bo'ladi bular o'yinlari ko'rsatiladi. Yana hozir o'zimni aniq sostavimni ko'rsataman sizlar bilan. O'ynaveramiz. Pastda ID'larni yozsanglar, men sizlarga javob qaytaraman. Shu meni sostavim. Ikkinchi sostavimga menga duel olmoqchidim, duelga pul berdim. O'zimni naqd qilaman.
Oynash bo'lsa o'ynaveramiz. Qani edi endi. Sizlar bilan fazladan bo'ldi. YouTube kanalimga albatta obuna bo'lib qo'yishingizni xohlayman. Xayr.